Gijjasi bor edi, shu tirnoq tishlardi. Aha. Shu betigacha toshmalar toshib qolgan edi. Faqat shirinlik yerda xalosda ovqat yemay qo'yardi. Odina opani farzandlarini bo'yi o'smayotgan edi, gijjasi bor edi va immuniteti past edi. Vitavey mahsulotini xarid qilgandan keyingi natijani bilish uchun ularga qo'ng'iroq qilamiz. Sizni Vitavey markazidan bezovta qilyapmiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz bizni mahsulotlarimizni xarid qilgan edingiz. Farzandlaringizda qanaqa muammolar bor edi? O'sha gijjasi bor edi, shu tirnoq tishlardi. Aha. Shu betigacha toshmalar toshib qolgan edi. Aha. Hozir qanaqa? Natijasi qanaqa? Natija yaxshi. Tishlar ochilatish qoldi. Aha. O'zgarish bilindi, ovqatlarda ham ancha nima qilib qoldi. Ishtahasi ochildi. Ha, faqat shirinlik yerda xalosda ovqat yemay qo'yardi. Aha. Hozir qanaqa ovqat yeyishlari? O'zgarishni, ovqat yeyishlari yaxshi, o'zgarishlar yaxshi. Xursandmisiz Vitavey mahsulotidagi o'zgarishlardan? Xursandmiz. Aha. Ota-onalarga qanaqa tavsiyalar beryapsiz? Nima deb maqtayapsiz? O'sha o'g'limda bo'lgan vaziyatlarda o'sha aytyapmanda yonib atrofimdagilarga Aha. foydasini Aha. yaxshi tavsiya berdim. Yaxshi o'zgarishlar ancha yaxshi. Bolangiz necha yosh? 11 yosh, 12 ga kiribdi endi. Demak, ishtahasi ochildi, bo'ylarichi, bo'y o'sishi. Bo'y o'sishi ham bor, keyin ich qotardi. Ich qotishi ham ancha nima bo'ldi. O'zgardi. Qabziyatdan, o'zgardi. Demak, mamnunsiz mahsulot. Aha, mamnunmiz. Yaxshi hamshiralar ham har 3-4 kunda gaplashib turdik. Nazoratda yaxshi nima qilishdi. Rahmat. Farzandingiz kasal bo'lishmasin, sog' bo'ling. Kuningizga sog' bo'ling, yaxshilab o'ylang. Rahmat. Agar sizning ham farzandingizda gijjasi bo'lsa, immuniteti past bo'lsa, ishtahasi yo'q bo'lsa, aqliy faoliyatdan ortda qolayotgan bo'lsa, hoziroq Vitavey mahsulotlariga buyurtma bering.